Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Mana bugun 2026-yil 20-iyul Jizzax viloyati Zaribdor tumanidagi Ulug'bek hoji akaning makka dalasiga keldik. Bu yerga biz Agrobest kompaniyasini Besutax gerbisidlaridan foydalanganmiz 10 kun oldin. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. 10 kunlik natija juda yaxshi o'ldirgan. Hamma begona o'tlarni quritib tashlagan. Makkadan boshqa barcha begona o'tlarni o'ldirgan. Mana holatni ko'rishingiz mumkin. Lekin men sizlarga kechkiroq makkalarida sepilmagan dala bilan sepilgan dalani holatlarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Biroz ertaroq ekilgan makka dalasi bu yoqda bo'ylari uzun. Tagidagi begona o'tlarni deyarli hammasini o'ldirgan. Mana barcha begona o'tlar o'lgan. Lekin kechki makkasidagi holatni ko'rishingiz mumkin. Bir qator bu yoqda bularni hammasini o'ldirgan. Mana begona o'tlarni bu yoqdagi holatini ko'rishingiz mumkin. Bu yoq kechkiroq ekilganligi uchun bu yerda qolib ketganligi sepmagan edi. Makkalar hali endi chiqayotgan holatda edi. Mana holat sepilmagan dala. Besutax sepilgan dala. Mana holat. Agrobest kompaniyasining Besutax gerbisidini natijalari juda yaxshi natija ko'rsatgan o'zi. Mana 1 metr bu yoqda sepilmagan dala. Kechki makkalar mana bu yoqdagi bo'ylari uzun. Bu yoqdagi sepilmagan kechki makkani holatlari. Mana natijasi.